str strning roli sonni son tipliq xarakterga aylantirib berish. Ya'ni navbat kirgizganimiz 120/162 bir son. Biroq buni programni qo'zg'atib str orqali uyg'on vaqtimizda bu son bo'lmasdan xarakter bo'lib chiqadi. Endi bu ikkisining farqini qanday araymiz? Unda bo'lsa men ma strni elitay. Qo'zg'atsam ma bir son bisilish zaman boshlangan o'rindan eng beshidan boshlab yozildi. Aylandirgandan keyin str orqali bu sonni son tipli xarakterga aylantirib o'tgan vaqtimda biroz yo'tkiladi. Oldida bir bo'shliq bor ekan-ku mana. Demak bu xarakterga aylanganligini ko'rsatadi. str bo'lsa sonni son tipli xarakterga aylantirib o'tadi. UCase kichik harfni cho'ngga aylantirib berdi-ku, buni tushundinglar. Taqildim cho'ngga aylantirib o'tdi. Endi bu cho'ngga aylantirsa UCase, buni endi cho'ng yozilishini kichikka aylantirdigani bormi yo'qmi deydigan. Kallamizga keladi-ku bu. Bo'lsa ma'ning oldiga li harfini qo'yib qo'ymay. Uning o'rniga. Programni qo'zg'atdim, endi kapslokni besib qo'yib, hamma harfni cho'ng yozdim. Kichikka aylantirib berdim. Kichikka aylantirdim. Ya'ni Maşkisi öz ara bir-birini aylandırıb ötüdü. Hazır men endi manınğa hazır ma program yezig'liq cho'ng harfni bir narsa yozsam, mani bassam kichik aylandırib turdi-ku, shundaqmi? Aylandırib bermaydi. Mao deganning ichki narsani, ya'ni cho'ng yezilishini kichik aylandırib ötüdü. Mao ichidan tatib sirtqa qarab mangadi. Cho'ng yezilishini kichik aylandırib ötüdü. Uni chiqirishig'lar ma kichik yezilishlik narsani yana cho'ng aylandırib turdi, bu cho'ng turaverdi. Yani bir-birisini ta'tiri deyishdiq. Agar biz programni maning kichik yezib qo'yib, xatlni qısaq o halda mavi cho'ngga aylantiradi. Ya'ni kichikni ma kichikka aylantirsa, kichik narsani kichikka aylantirolmaydi-ku u. Ezaldan kichikni kichikka aylantirmaydi. Ma program bika tayyor qilib kichikni ma'noga chiqarib cho'ngga aylantiradi. Shunga mavi ikki funksiya o'zaro bir-birini to'liqlaydigan funksiyalar. Qaranglar, text birninki teksti deganim tang round funksiyasi minus 3.14 ni bir yozib baqay. Minus 3.14. Programni qo'zg'atib, ma'navanda bassam minus 3 chiqarib beryapti. Shundaqmi? Agar minus 3.14 emas, minus 3.15 ni yozsam, programni qo'zg'atsam, necha chiqarib beryapti? 4. Yani butun qimmatni qaytarish funksiyasi ma'lum. Yani navbatdagi sonning ichidagi 5 ga to'shqan bo'lsa, butun sonni qaytarib beradi. Parti sonning qimmati 0.15 dan oshgan yoki to'shqan bo'lsa, butun sonni qaytarib beradi. Masalan, meni plus 3.15 qilamdik. Plus 3.15 qilib baqalay, programni qo'zg'atsam nechini qaytardi? 4 ni. Agar plus 3.12 qilsam-chi, bu chaqda 0.12 ga to'shimda butunlashga bo'lmaydi deb 3 ni qaytardi. Ya'ni partizanning qiymati 0.15 dan oshsa, butunlab qaytarish funksiyasi. Ta'tirga o'rish funksiyasi. Ya'ni navbatdagi mush berilgan xarakterni ta'tirga o'rib berdi. Masalan, text birninki text deganimiz tang star mush funksiya shu. Mushu text birning ichidagi kirgizgan xarakteringlarni ta'tirga o'rib bersin demoqchi. Programni qo'zg'atdinglar. Hozir textning bir oqisda text oldi degan-ku, TRP. Taqsam ta'tirga o'rib mana ta'tirga o'rib berdi. O'rin tartibini almashtirdi. Masalan, mayaga 2mrit deb kirgizdim. Endi bu tir m x bo'lib qoladi. Bunda qilsam, tirmak x bo'lib qoldi-ku. Taqsam o'zgardi. Ma berib bo'lganiga yaqin qimmat bunda o'zgartibetsanglar mana. Ta'tirga o'rib berdi. Ya'ni xarakterni o'rish funksiyasi. Ko'rsatilgan xarakter tizimining boshlanishi sondan boshlangan bo'lsa, bir qator xarakter tizimining tunji qitimliq harf kuchirg'ichi va g'arliqdagi sonni qaytarib beradigan funksiya. Masalan, text birninki texti deganim tang bo'lsin, val text birninki texti. Ko'rsatilgan xarakterlar tizimida sondan boshlangan bo'lsa, masalan, o2 mandaq sondan boshlangan bo'lsa, tunji qitimliq harf kuchirg'ichi bo'lgan orliqdagi sonlarni qaytarib beradi. Uningdan keyingi sonlarni qaytarmaydi. Hozir boshlangani ma'vo
1 2 3 4 5 6 da sanğı. Onun yoq harf uçurdiği. Onun yoq yan sanı var. Demek bu tunji qitimliq harf uçurgandan burunqilarini qaytarib turdi. Mana shunda ekan-ku. Şundan burunqilarini. Mesela mayaga kelib siz maning arisidan 4 ning aqisiga s harfini qo'shib qo'ysangiz, aqisi kelgan olti bilan s ni yo'qitib o'tadi. Yani ko'rsatilgan xarakter tizmasi ichida sondan boshlangan bo'lsa, tunji qitimliq harf uçurg'ichi o'g'arliqdagi sonlarni qaytarib turdi. Uningdan keyingilarini e'tibor qilmaydi. Mana, bu ish ekan-ku. Agar bu sondan boshlanmagan bo'lsa, masalan, a harfidan boshlanib qoldi, bu chaqda ma'ni bossam nima qaytadi? Sondan boshlanmagan bo'lsa, qaytarilgan uchur yo'q bo'ladi ekan-ku. Demak, funksiyaning roli shu. Xarakter tizmasi sondan boshlangan bo'lsa, tunji qitimliq harf uchurg'ichi o'g'arliqdagi sonlarni qaytarib turdi. Berilgan xarakter tizmasining ichidan ko'rsatilgan o'rindan boshlab ko'rsatilgan harfgacha sonni elish funksiyasi. Qaranglar. Yani bag'an sir murakkab bo'lib ketibdi bu gaplar. Tekst birninki teksti deganim tang. Tekst birning tekstini mana shu. Tekst birning teksti kirgizilgan narsaninki 5-o'rindan boshlab yani 5-o'rindan boshlab tekst birning ichiga kirgizilgan narsaning muxtar degan yakka uchun sanab ber demoqchi. Muxtar degan narsa mush harf va yakkacha sanab ber, son necha ming ber demoqchi. Tushundingmi? Tekst birning ichiga kirgizilgan xarakterning 5-o'rindan boshlab muxtar degan yakka, yani muxtar degan umumiy bir so'z uchirgan yakkacha sanab ber necha tal demoqchi. Mesela yaxshimi siz apandi men keldim siz muxtarmi deysizmi? 5-o'rin deganimiz mushug'i ERP. Mushadan boshlab mush so'z uchirg'ichi o'g'arliqdagi narsalarni menga tepirdi. 38 ta harf ekan. 38 ta narsa bor ekan shu yerda. Masalan, mana 5-o'ringacha iksimir aytdi, 5 harf tugdi. Bir boşluk taşıldım, muhtar. Mana bunda asam 7. 7'ni to'liq qaytirib berdi-ku. Nemishqa muhtar deganimiz necha? Muhtar deganimiz 6. 6da bir boşluk var, shuni 7. Mana masalan yaxshimi siz 5-o'rinni maviti tugdi 5 o'rin. Bunun yoqqa ma 2, ma boşluqli 3, ma 3 6. Manıl 7 muxtar degan 6 13. Davasmanda bassam 13 ni qaytirib berdimi? 13 ni qaytirib berdi. Alqi qo'l ko'ndirish mashqini fuqslarga deymi. Chiket kes mer it. 5 yilsin cho'ng yozdimi? Com. Muxtar roz deganni kichik yozdim. Mush harflarni men musha kirgizsam, qaysi harfni kirgizsam shu harf qizilga o'zgarib ketsin. Endi bir narsa bor-ku, endi odatda. Unda bo'lsa mana change-ga menda program yozaman. Agar tekst birninki teksti, endi bu qanday teksti? Tekst birning teksti tabi. Tekst birning teksti bo'lsa, zot qanday teksti? Ya'ni navbatdagi ash label bir bilan teng bo'lgan tekst bo'lish kerak. Navbatdagi bir harfni qaytarish uchun mid orqali qaytardim. Mid yani ko'rsatilgan xarakterning ichidan ko'rsatilgan o'rindan boshlab ko'rsatilgan danni qaytarib beradi. Shundaqmi? Unda bo'lsa men mayaga ya'ni tekst birninki len ni yozib, bu yerga bir funksiya yozdim. Len orqali len deganimiz nima edi? Uzunligini tepirdi. Tekst birninki teksti. Uzunligini tepirdi. Bir dani xarakterni qaytarib bersin. Ya'ni mush qaytgan xarakter navbatga mush xarakter bo'ldi-ku. Bir dani xarakter teng bo'lsa met label birninki captionninki shundaqo captionninki ko'rsatilgan o'rindan ya'ni len nechidan bo'lsa shuni tekst birning ichiga kirgizilgan soni o'xshash bo'lish kerak-da. Danisidan bir danisiga agar teng bo'lsa deb kirgizib qo'ydim. Label birninki for colors deganimiz teng bo'lsin bb red. Agar xato kirgizib qo'ysam label birninki
for colors deganimiz teng bb kökka o'zgarib ketsin. Enda f. Programni qo'zg'atib sinab boqayli. Qizil o'zgardi, to'g'ri kirgizyaptimi? Chiket. Ikes. Xato kirgizib qoldimi? Kökka o'zgarib ketdi. Ikes m r i t chiket com yana xato kirgizib qoldim. Com ikki bo'shliq Muxtar xato kirgizib qoldim-ku. Roziya edi. Buni shunday ishlaymiz. Ma programning roli hamda mid deydi. Mid deganimiz ko'rsatilgan xarakterninki ko'rsatilgan o'rindan boshlab ko'rsatilgan dani xarakterini qaytarib berdi. Hozir faqat bir dani xarakterini qaytarib berdi. Shundaqmi? Mid text 1ning ichidagi xarakterni, ya'ni text 1ning ichiga nima yozgan bo'lsak, shuning ichidan text 1ning uzunligi qancha bo'lsa, shu o'rindan, ya'ni text 1ga 5 dana harf kirgizsak, text 1ning ichidagi xarakterning 5-o'rindan bir dani xarakterni, ya'ni 5-sini qaytarib berdi degan gap. Qaytarib bersa, shu qaytargan narsa teng bo'lsa, agar shu qaytargan narsa teng bo'lsa, labelning captiondagi xarakterning, ya'ni xmrit.com ning ichidagi ya'ni mushu 5 harfni text 1ga kirgizgan bo'lsak, 5-o'rindan boshlab bir dana, ya'ni 1 2 3 4 5 deb qaysi o'ringa kelsak, shu yerdan bir danani qaytarib berdi. Ikkisi o'zaro teng bo'lsa, ya'ni ma'nodagi shu harflar o'zaro teng bo'lsa, label 1ningki ustidagi xat qizil rangga o'zgarib ketsin. Teng bo'lmay qolsa, shu ikki harf teng bo'lmasa, o'xshash o'rindagi label 1ningki xat rangi ko'k bo'lib ketsin degandan iborat. Bu yerda mana len bilan mid degan funksiyani ishlatdimmi? Navbatdagi ko'znakda ikki dana text box bilan bir dana bottom bor ekan. Mana mush kunuk bisilgan vaqtida text 1ning ichiga text 2ning ichiga kirgizib qo'yilgan xarakterning so'l tarafidan boshlab 5 dana xarakterini chiqarib bermoqchi. Unda bo'lsa, buning programmasini qanday yozma? Avval kunukni qo'shib kelib, text 1ning ichiga qaytaradiganligim uchun text 1 deganimizning text 1ning text deganimiz teng lafat text 2ningki textningki so'l tarafidan boshlab 5 dana xarakterni deb yozib qo'yman. Programni qo'zg'atib boqay. So'l tarafdan boshlab qaytarsin. Ya'ni www chiket x degan mushu 5 dana xarakterni qaytarib berdi. Ya'ni 3w 1 chiket 1 x harfini. Ya'ni so'l tarafdan boshlab 5 dana xarakterni qaytarib berdi. Agar men so'l tarafdan boshlab 9 dana xarakterni qaytarmay desam, bu o'ringa 9 ni kirgizmay. Left deganimiz ko'rsatilgan xarakterning ichidan ko'rsatilgan dana xarakterni qaytarib berdi. Agar siz bu yerga textni text demay, xarakter tizimini yozsangiz bo'ldi. Yaxshimi siz deb yozdik. Programni qo'zg'atdim. So'l tarafdan boshlab yaxshimi sizdan boshlab so'l tarafdan sanasak, yaxshimi degan 7 harf, bir bo'shliq qil 8, s harfini qo'shsak 9. 9 dana xarakterni maya qaytarib bergan bo'ldi. Leftni tushundingiz, ha? Miqdorning nimaligini tushundinglar? Hamda funksiya deydigan bir narsa bor programmada. Ma'lum bir funksiyalik iqtidorga ega, ya'ni iqtidori muqim. Ma'lum bir ishni qiladi deymiz, shu ishni qiladi. Bunda qurilmani biz funksiya deymiz. Oldingi bir qancha darsda men captionga soat chiqardigan, slide chiqardigan bir narsani so'zlagan-ku. Bugun hamda biz ashxil ushaq kichik tipdagi ama iqtidori bir qadar yuqori bo'lgan ashxil funksiyalarni tunishimiz. Birinchi bo'lib len deydigan bir funksiya bor. Len. Buningga menda bir program yozay. Text 1ningki texti deganimiz teng text text 2ningki texti. Ammo bu qimmat yo'llash ifodasiga kirdi, shundaqmi? Ya'ni text 2ning qimmatini text 1ga yo'llab berdi. Programni qo'zg'atsam, hozir mening text 1 va undaq bassam text 2 ga o'zgarib ketdi. Yoki meningga xmrit ni bastım, mana undaq bassam, mening o'zgarib ketdi. Qimmatni mayaqdan-mayaq yo'llab o'tadi-ku. Yo'llab o'tadi-ku? Endi menga birisi mundaq bir talab qo'ydi. Qanday qilishingdan qat'iy nazar text 2 kirgizgan narsani knopkani bassam, text 2 ga nechta birni kirgizsam, text 1 shuni sonini chiqarib bersin dedi. Shundaqmi? İşte bir shart qo'ydi. Ma'qul dedim. Len deb yozdim. Programni qo'zg'atdim. Programimiz mana text 2ningki texti
Tang tekst 1ning tekstidan tekst 2ning teksti. Faqat oldiga lenni qo'shib tirnoq qilib qo'ydim-ku. Mana nechta hozir tekst 2 va mani bassam ayang tekst 2 yo'tkilish kerak-ku. Undaq emas, mana nechta ekanligini deb turdi. 5 dona. Masalan, yaxshimi siz deb bir uzun xatni yozib etdim. Sonning nechiligini uqmayman-da, shundaq-ku. Mana bunda bassam 68 dona harf yozib bo'pti degan. Qo'l mashig'ida Manchesknotda bir xat bastınız deyilgan narsa var-ku. Kirgizsak sonni qo'shib mangadi. Masalan, tekst 1ning ichiga bir son kirgizsam yoki ma'lum bir xarakterni kirgizsam, mayada necha harf bosganligim chiqib turdi-ku. Unda bo'lsa men mani oldim, tekst 1ni oldim. Buningki kirib multi line deyilgan bir xosligi bor-edi. Yodingizda bo'lsa. Ya'ni multi lines. Buni ras qilib etsak ko'p quriga xat kirgizgili bo'ldi-ku. Hamma mushni xat kirgizsam Ko'znekda shuning necha dona harf ekanligining soni chiqib tursin deb menga bir ashta shart qo'ydi. Unda vaqtda men buni nega yozmay buni? Programmani klik yozamdimi? Yana mening klikiga yozamdimi? Klikiga yozsam chiqmaydi-ku, uni bir xat yozib, bir qatim knopkani bosqila olmaydi uni. Shundaqmi? Hadisning klikiga yozsam bo'lmaydi. Unda bo'lsa men buningki change ga, ya'ni ichki narsaning o'zgarishiga yozaman. Forum 1ningki caption deganim tang len nimaga? Text 1ningki teksti tirnoq yopildi. Programni qo'zg'atdim. Change yozdim, nol harf. Bastım desem hozir 49 harf bastınız deydi. Shunday. Ya'ni bir bo'shliqmi bir harfga kirdi. Bir chekitmi o'xshash, bir peshmi o'xshash. Xarakterning sonini deb birdi mana. Bo'shliq bo'lsam o'ynayotdi-ku bu. Eklab chekit peshini bo'lsam o'ynayotdi-ku mana. O'ynaydi. Yani bir xarakterni bir sanab mamadi. Hem birisi manda shart qo'ydi. Tekst 1ning ichiga kirgizgan narsa necha bayt ekanligini menga debpa. Uzunligi necha ekan desa-ku len orqali ifodaladim. Endi bayt soni necha ekan desa qanday yozaman? Bayt soni necha ekan desa bu oson. Forum 1ning captioni deganim tang len b bayt degan bit'i tekst 1ningki nimasi? Teksti. Programni qo'zg'atdim. Necha bo'ldi hozir? 28. Amaliyot bunda eklab qarasam necha ekan bir harf? 2. Demak, endi bir muncha xarakterni kirgizib, menga necha dona harf desa necha deyman hozir? 41 dona harf deyman, shundaq-ku. 41 dona xarakter bor. Jami 82 bitlik narsa deyman-ku. Demak, len b deganimiz qanchalik byte sonining qancha ekanligini deb turdi.